boshqa davlatlar bilan birgalikda bu o'yinda qaysi davlat 25 ming dollarni qo'lga kiritar ekan? Men hozir Indoneziyadaman. Men Avstraliyadaman. Mana bu yerda yur ekan. Men Vyetnamdanman. Bu Big Ben soatimi? Men Oygul Amerikadanman. Ha, Amerika bayrog'i juda ham chiroyli-da. Biz albatta yutishimiz kerak. Har bir o'yinchilar o'z davlatlariga teleportatsiya qilingan. Ko'ramiz qaysi davlat bir-biri bilan birlashar ekan. Xullas biz birlashish niyatida turibmiz. Bu yerda ko'pchilik ekan. Yalla habibi, nima gap do'stlar? Bizda Arabskiy alyans. Arabskiy alyans, boshqa davlatlar esa ko'proq ter to'kishiga to'g'ri keladi. Bu Yangi Zelandiyada hattoki o'rmon ham yo'q-ku. Ishtirokchilar, sizning o'rningizda bo'lsam do'stlar orttirgan bo'lardim. Chunki tez orada sizlar majlisga yig'ilasizlar. Tushunmadim, majlis deyaptimi? Bu nima degani? Bu videoda qaysi davlat g'olib bo'lsa, albatta qolgan o'yinchilarni ham ishontirish kerak, chunki u 25 ming dollarni qo'lga kiritishi uchun. Yo'q, men har o'zimga do'st ham topganim yo'q. Menimcha men shimolga borishim kerak, chunki u yerda do'stlar ko'p bo'lsa kerak. Oshqatuv, qurilishi naskarada pavorot. Nimalar deyapsan? Meni urma. Men seni urish niyatim yo'q. Aytib qo'yay, PVP hozircha o'chirilgan. Lekin bu degani bo'sh kelmaslik kerak. Angliya, Irlandiya, biz birlashishimiz kerak. Chunki PVP boshlansa, biz birlashishimiz kerak. Sen Shimoliy Koreyadamisan? Nima deysan, oshna? Birlashamizmi? Bo'ldi, men sen bilanman, senga ishonaman oshna. Nima bo'lo bu yer cho'l zonasi? Nima bo'lo, men Afrikada yuribman. Ukraina o'yindan chiqdi. Hali o'yin boshlangani yo'q-ku. Yana shu qiz chiqdimi? Yo'qolay bu yerdan. Har bir o'yinchining bir kun vaqti bor edi, chunki alyans tuzib olishlari uchun. O'ylaymanki, do'stlar orttirdingiz degan umiddaman. Bizning majlisimizga xush kelibsizlar. Xudoyim. Qara ko'raylikchi, yana do'st topa olarmikanman. Do'stlar, tinchlaringlar, ovoz berish vaqti keldi. Agar sizlar barchangiz birlashgan holda ovoz bersangiz, qaysidir davlatga yoki kimgadir o'sha o'yinchi 25 ming dollarni qo'lga kiritadi va video hoziroq tugaydi. Panama nima deb o'ylaysan? 25 ming dollarni kim qo'lga kiritar ekan? Men Kuveytga ovoz beraman. Kuveyt bitta ovoz to'pladi. Braziliya, Venesuelaga ovoz beraman. hozircha ikkita ovoz to'plandi. Yomon emas. Xullas, biz ovoz yig'ishda o'yinchilarni birlashtira olmadik. Bo'lmasam bellashuvni boshlaymiz. Yo'q, men xohlamayman. 25 ming dollarni menga beringlar. Meni shoxing bormi? O'chir ovozingni. Demak, har bir o'yinchi o'zlari xohlagan davlatga o'zlarining ovozlarini berishlari mumkin. U o'yinga qolish uchun. Agar sen bitta ham ovoz to'pla olmasang, demak sen o'yindan chetlatilasan. Bu degani 25 ming dollarni tushingga ko'rasan. Menga beringlar deyapman-ku. Demak, men ovozni Menga ber, menga. nega senga berishim kerak? Norvegiya, men senga ovoz beraman. Bo'ldi, men ham senga ovoz beraman. Hindistonga bitta ovoz kerak. Hindistonga bitta ovoz. Men Bangladeshga ovoz beraman, sen esa menga ovoz ber. Men Irlandiyaga ovoz beraman. Yo'q, ikkingiz ham menga ovoz berasizmi? Bo'ldi, time out, to'xtatinglar. Ovoz berish tugadi. O'ylaymanki, siz tanlagan davlat ovoz berishda yutib chiqadi. Yo tavba. Nima bo'larkin, ha? O'zi menga biror kishi ovoz berdimi? Server, qani javoblarni bizga ko'rsat. Menga ovoz berganlar iloyim Anilan Dublash uz komandasiga qo'shilsin. Menga ovoz bermaganlar agar kimda kim bitta ham ovoz to'pla olmagan bo'lsa, demak rangi qizil bo'ladi. Bojin ursin. Ya uni joningni rozi qil. Kanada ham ketdimi? Men bir narsaga tushunmadim. Kanadani kim o'yindan chiqardi? Pichinaxo'r, tushunmadim. Senga nima bo'ldi? Axir bu mehribon davlatlardan biri edi. G'olib bo'lmaganlar, men afsusdaman. Server, ovoz to'pla olmaganlarni o'yindan chiqarib tashla. Qo'y, demak 20 ta davlat hoziroq o'yindan chiqib ketdi. Mana ikkinchi kun ham boshlandi. Men ularga topshimoq beraman, keyingi o'yin nima haqida bo'lishligini. Jo'ra, seni do'sting o'yindan chiqib ketgandan afsusdaman. Birinchi kundan biz o'yinchilarni yarmini yo'qotdik. Menimcha, keyingi o'yinda bitta emas, ikkitadan ovoz to'plashimizga to'g'ri keladi. Va tezroq harakat qilishimiz kerak. Qancha ko'p o'yinchilar to'plasak, alyans tezroq tuzib olamiz. Mana shuni kim olib chiqdi bu yerdan? Yo'qolay o'yli. Xullas, bu yerning yerlari ser unum, ser baraka. Men o'zimga zirhli kiyim yasashga qaror qildim. Mana bu haykalga o'xshab. Hamma bilish kerak, Amerika barcha uchun ochiq. Sen yana bir marta chiqsang, boshingga urib yoraman. Men bitta davlatni ko'ryapman. O'ylaymanki, ular vahshiy emas. Hola, Kialanday, amigo. Xo'sh, do'st bo'lamizmi? Qo'ying, yaxshi, biz birlashishimiz kerak. Mana bu belgilarga bir qarang. Menimcha mana bu belgilar barcha burchaklarga joylashtirilgan. Amerika, seni guruhingda hozircha 4 kishimi? Hozircha 4 kishi, lekin menda ajoyib g'oya bor. Xitoy va Amerika o'tgan kunda ko'proq ovoz to'plashgan edi.
Janubiy Koreya, sen Xitoy bilan do'st bo'la olasanmi? Albatta do'st bo'lamiz. Iye, bu nima degani? Axir biz aka-ukamiz. Unda sizlarga omad, keyingi o'yinda tirik chiqasizlarmi yoki yo'qmi bilmayman. Hindiston bilan Bangladesh birlashibdimi? Bir nima beringlar, shuni kallasiga o'tay. O'tgan videoda ham chiqqan edi. Yana shu yerga chiqib turibdi qancham. Oh, bu yerda Yevrosoyuz birlashganmi? Captiva Milani Avropaning qizi. Ey, yo'qali. Hozircha bizda ish qizg'in pallada ketyapti. Xolos biz bu yerda majlislar zali. Iloyim padaringga million. Sizlarga omad tilayman do'stlarim. Jimmy, bizni bir narsaga boshimiz qotib qoldi. Xorvatiya ovoz berishni taklif qilyapti. Lekin do'stlar, agar qarshi bo'lmasangiz, men sizlarni boshlig'ingiz bo'laman. Albatta, axir biz Yevropskiy soyuzmiz. Axir bizning maqsadimiz butun Yevropa bo'ylab borish. Do'stlar, sizning Minecraftda bir kun vaqtingiz bor edi. Bir-biringiz bilan birlashib olishingiz kerak edi. Mana endi yana bir bor ovoz berish vaqti keldi. Qani ko'ramiz, oldingidan ko'ra o'zgarish bormi? Qani bo'la qolinglar, oldindan joy egallanglar. Qani ko'ramiz, birlashib bildingizmi yoki yo'qmi? Mana bu 25 ming dollarni kim qo'lga kiritar ekan? Hozir bilib olamiz. Xo'sh, 25 ming dollarga kim ko'proq loyiq deb o'ylaysizlar? Men o'zimga ovoz beraman. Men esa Bahraynga ovoz beraman. Iya, Norvegiya edi-ku. Ha, mayli, hech qisi yo'q. Yana chalmoq bo'ldi. Demak, boshqa o'yinga o'tamiz. Bu o'yinda yana siz o'z ovozingizni berishingizga to'g'ri keladi. Qaysi davlat ko'proq ovoz to'plasa, uning zimmasida katta mas'uliyat bo'ladi. Server, qani mikrofonlarni ishga tushir. Qani o'g'a. Qani biz tezroq Shvetsiyani tanlashimiz kerak. Men o'ylaymanki, biz bir-birimizga ovoz berishimiz kerak. Har ehtimolga qarshida. Nima, biz Xitoyga ovoz beramizmi? Yo'q, shoshmay tur. Nima, biznikini eshik qiskanmi? Meni odamlarim senga ovoz beradi, tushundingmi? Agar men g'olib bo'ladigan bo'lsam, do'stlar, har biringizga rahmat aytib qo'yaman. Shuni aytib qo'ymoqchi edim. Xullas, meni tanlanglar. Nima qilib berding? Mayli. Hamma judvoga ovoz bersin, tushunarlimi? Qani Yevropa, bir joyga jamlaninglar, bir joyga. Hamma bir joyga jamlansin deyapti. Har nima bo'lasan? Yevropa bir joyga jam bo'lyapti. Xo'sh, Yevropa kimda qanday g'oya bor? Biz Ispaniyani tanlaymiz. Agar Yevropa Ispaniyani tanlaydigan bo'lsa, unda Goldfield g'olib bo'ladi. Unda Ispaniyami? Albatta, Ispaniyani tanlanglar. Ispaniya. Oh, Ispaniya. Yaxshi. Bo'ldi, hamma o'z joyiga qaytsin. Server, qani menga ko'rsat, qaysi davlat ko'proq ovoz to'plagan ekan? O, Ispaniya. 16 ta ovoz. Hozircha birinchi o'rinda. Xo'sh, birinchi bo'lish qanday ekan? Nima desam bo'ladi? Nimadir deyishga tilim ochiq hozir. Xo'sh, mana endi eng qiziq pallasiga yetib keldik. Server, spawn knopkasini bos. Seni oldingda 16 ta inson turibdi. Ular seni tanlashgan edi. Oldingda turgan knopkani bossang, ulardan biri o'yindan chiqib ketadi. Men har bir bosgan tugmang uchun senga 1000 dollardan to'lov to'layman. Agar sen shu tugmani bosadigan bo'lsang, men umrimni oxirigacha seni qarg'ab o'taman. Men ham gapingga qo'shilaman. Ispaniya, agar sen bu knopkani bosmaydigan bo'lsang, demak ularning o'rniga sen chiqib ketasan o'yindan. Bu degani har bir qolgan o'yinchilar 1000 dollardan olishadi. Jimmy, Bu qayerdan chiqqan qo'yda bo'ldi? Nima bo'ladi? Bu shunday chiqib ketaveramizmi? Xullas, sizlarning vag'aringizdan bir nima eshitib bilmayapman. Men bu yerda boshliqman. Xullas, men tushunishimcha, u oramizdan birimizni chopmoqchi. Xulos olinglar, menda 3 ta yo'l bor. Ulardan birini tanlashim kerak. Birinchisi, yoki men bu o'yindan chiqib ketaman, yoki orangizdan birlaringizni chiqaraman, yoki bo'lmasam hammangizni chopaman. $16,000 kam pul emas. Bu pulni o'ylayaptimi? Tezroq bir qarorga kelib olishing kerak. Xo'sh, knopkani bosish niyating bormi? Oh, banihoyat. Yo'q. Coldify, sen hozir 1000 dollarni qo'lga kiritding. Xo'sh, davom etasanmi? Ha, albatta. Wow, Avstraliya ham ketdi. Yurotdan Avstraliya tilini endi o'rganib o'tirgan edim la'nati. Oh, Bolgariya, hozirda senda 3000 dollar bor. Oh, bu la'nati, Kipr ham ketdi. Johnson Coldify ketman bilan kovlab olyapti pulni. Belarus. Oh, bu Yangi Zelandiya. Coldify hozirda 16000 dollarni qo'lga kiritdi. Server, qani ularni qayta orolga teleportatsiya qil. Sizlar bilan bir kundan so'ng ko'rishamiz. Menda bir reja bor. Coldify'ni beliga ketma bilan urasan, men esa oyog'iga o'roq bilan solaman. Qani bo'la qolinglar do'stlar, emillamanglar, shoshilishimiz kerak. Men sizlarga nima degan edim? Men aytmaganmidim, u la'natiga ishonmaslik kerak deb. Jurorson, axir bu yerda odamlar ko'p bo'lishi kerak edi-ku. Qayerdan ko'p bo'ladi? Hammasini yo'q qilib yubordi. Ha, mayli. Nima ham derdik?
Uning o'rnida bo'lganimda men bunday qilmagan bo'lardim do'stlarim. Axir menda pul bor. Axir YouTube kanalimda 1 million obunachim bo'lsa, axir bu dunyoda hamma narsani pul hal qilmaydi-ku. Muhimi pul emas, uning qanchaligida. Men olmoslik zirhli kiyim yasashim kerak. Har ehtimolga qarshi deyman-da, qayerdan bilaman PvP boshlanib ketsa. Coldify, xo'sh, ishlar qanday ketyapti? Nima desam bo'ladi? Axir men 16,000 dollarni qo'lga kiritdim. Xo'sh, bu pullarni nimaga sarflamoqchisan? Birinchi navbatda kiyim-kechak sotib olaman. Balkim YouTube kanalim uchun ham sarflarman. Kiyim-kechak va kontent uchun. Yaxshi, omadingni bersin. Shumalar sizlarning guruhingizga nima bo'lyapti o'zi? Bizni yarmimizni chopib tashlashdi. Agar alyans xohlasangiz, bizda hozir 3 kishi. Bizda esa do'stlar-ku, bizda hozirda sifat emas, songa qarayapti. Men Yevropani boshlab kelishim mumkin. Ya, ular yer bilan bitta bo'ldi-ku. Nima deb o'ylaysan? Seni o'rningga boshqasi bo'lsa shunday qilarmidi? Menimcha shunday qilgan bo'lardi. Axir 16,000 dollar kam pul emas. Agar men bu o'yinda g'olib chiqsam, menimcha kulgili bo'lsa kerak, to'g'rimi? Men Mr. o'yinida bir necha marotaba g'olib bo'ldim. Shuning uchun menga 25,000 dollar kerak emas. Biz hozirda tezroq zirhli kiyim yasashimiz kerak, chunki PvP bo'lish ehtimoli bor. Meksika. Aytgancha, bizni Meksikadan ham kuzatishadi. Bizni obunachilarga qanday gapingiz bor? Anion bilan unga obuna bo'linglar va ko'proq videolarni ko'ringlar. Afsus, ispancha gapirib bilmayman-da, bo'lmasa yaxshilab so'kardim. Tan olaman, Yevropaliklarning guruhi anchagina baquvvatroq edi. Amerika o'z do'stlariga qarshi chiqishiga ishonasizlarmi? Yo'q, yedi. Nega qo'ng'iroq chalyapti? Katta tanaffus tugadimi? Hozirda 43 ta davlat qoldi. 25,000 dollar uchun qizg'in kurash ketyapti. Mana bu oldindagi qatorlarni o'yinchilar to'ldirib turishibdi. Faqatgina mana bu yerda Coldify yakapesda o'tiribdi. Bitta o'zi o'tirganida Iroq kelib qo'shildimi? Yana bir marta chiqsang sen qiz so'kaman lekin. Sizlarni bilmadim-u, lekin men Coldify'ga ishonaman. Chunki Coldify zo'rlardan zo'ri. Xo'sh, do'stlar, ko'ramiz. 25,000 dollarni kim qo'lga kiritar ekan? Xo'sh, Panama, sen kimga ovoz bermoqchi eding? Men Venezuelani tanlayman. Venezuela. Yamayka, xo'sh, seni ovozing? Men Amerikani tanlayman. Axir u davlatga borish orzuyim. Yana davlatlar chalkashib ketyapti. Bu degani yana o'yin davom etadi. Mana endi sizlar bugundan boshlab ovoz berasizlar. PvP battle'ga qatnashasizlarmi yoki hammasi o'z holicha qoladimi? O'ylab ketay. Meni o'ylashim bo'yicha PvPni tanlashsa kerak. Yashil belgiga boringlar agar PvP battle'da qatnashishni xohlasangiz. Agar qizil belgiga borsangiz, barchasi o'z holicha qoladi. Agar PvP boshlansa, bilasizlar nima bo'lishini? PvPni bosamiz, tushunarlimi, Coldify? Agar PvP boshlansa, biz hammaga tashlanishimiz mumkin. Shoshmanglar. Shoshmanglar deyapman. PvP, albatta PvP. Bizga PvP kerak emas. Bular qayerga ketishyapti? Yo'qolay, la'nati qancha. O'zi anchadan beri u qo'lim qichib o'tirgan edi. Bir alama bilan olaman. Axir 16,000 dollar o'ynayapti. Yo'qolay, yana keldi bu. Yana 1 daqiqa vaqtingiz qoldi. Bilasizlarmi, PvPni faqat 3 kishi xohlayapti, xolos. Bilasizlarmi nima? Bolalar, hoy, Irlandiya, bizga PvP kerak emas, to'g'rimi? Joningdan akang, men ham PvPni xohlamayman. Biz tinchlik tarafdorimiz. Bo'ldi, hammasi hal bo'ldi. Hech qanday PvP jang bo'lmaydi. Server hammasini o'z holiga qaytar. Xullas, men Yevropa uchun bir nimalar qurib o'tirgan edim. Xullas, Amerika Yevropa uchun yashash uchun uylar qurib o'tirgan edim. Mana endi hammasi barbod bo'ldi. Agar keyingi ovozga ham PvP bo'lsa, qolganlarni ham jalb qilish kerak. Chunki biz joyli kiyinganmiz. Ba'zilarni aldash kerak, ba'zilarni chalg'itish kerak. Katta pul uchun nimalar qilmaysan? Rejalar qanday? Coldify'ga qo'shila bo'lmaydi. Chunki u bizlarni yana chopishi mumkin. Shuning uchun birlashamiz. Coldi, menda bir savol bor. Nima uchun PvPni tanlading? Chunki men jang qilmoqchiman. La'nati. Senda 16,000 dollar pul bor. Shundoqqina o'yindan chiqib ketsang bo'lmaydimi? Nima deb o'ylaysan? Ko'pchilik yashashni xohlaydimi yoki bo'lmasam jangnimi? Bilaman, hozir qilayotgan ishim yaxshi ish emas. Balkim hozir ochko'zlik qilayotgan bo'lishim ham mumkin. Haligi Jud, sen menga qanchalik ishonasan? 0,0%. Hozir ha desam, baribir sen meni aldab o'ldirishing mumkin. Lekin baribir seni odamlar so'q qo'ymaydi. Yana bir marta sizlarni bu yerga ko'rib turganimdan xursandman do'stlarim. Agar yana ovoz berayotganda chalkash ishlar bo'ladigan bo'lsa, qo'rqinchli hodisalar bo'lishi mumkin do'stlar. Salvador, sen kimga ovoz bermoqchisan? Guatemala. Meksika. Salvador, Yana ovoz berishda chalkash ishlar bo'lyapti.
Aman anata, yana o'yin boshlanadimi nima malo? Mana endi borgan sari o'yin qiyinlashib boraveradi. Agar keyingi o'yinda ikkita ovoz yig'a olmasang, shu zahotiyoq o'yindan chiqib ketasan. Aytib qo'y, o'zing uchun ovoz bera olmaysan. Yalla anata, nimalar bo'lib ketyapti o'zi bu yerda? Menimcha men tomonman. Biz 3 kishimiz, lekin keyingi o'yinga 1 kishi o'ta oladi. 1 kishi keyingi o'yinga o'tgan sovrinni bo'lishadi. Strabota, men senga $500 beraman agar menga ovoz bersang. Unga quloq solma, u seni chalg'ityapti, aldayapti seni. Yo'qol bu yerdan, seni kim chaqirdi o'zi bu yerga? Mayli, $1000 beraman agar menga ovoz bersang. Yo'q, to'g'ri, $1000 bo'lsa ovoz beraman senga. Hoy, menga ovoz beradigan bormi? Obbo, bitta o'zim qoldimmi, nima balo? Irlandiya, Britaniya, sizlar chegaradosh xalqsizlar. Xo'sh, qanday hal qilasizlar? Bilmasam nima deyishni ham bilmay qoldim. Agar siz ikkingiz men uchun ovoz bersangiz, yutganimdan so'ng pulni 3 ga bo'lishamiz. Aldamayapsanmi? Endi 50 ga 50 deya olmayman-ku, 80 ga 20, 60 ga 40 bo'lishi ham mumkin. Ko'pchiligingiz o'yindan chiqib ketishingiz ham mumkin. Lekin xafa bo'lmanglar. Agar o'yindan chiqib ketadigan bo'lsangiz, har biringizga 1 korobka Festival shokoladidan beraman. Albatta chiqib ketgan o'yinchilarga ham yuboramiz. Men o'yinni oxirigacha sen bilanman do'stim. Mana endi o'yin qiyin bo'lsa kerak. Birinchi men senga ovoz beraman. Keyin esa men senga ovoz beraman. Hozircha bizda bittadan ovoz bor. Hozirda bizda tuxum ta'mi keladigan Festival shokoladlardan bor. Agar sizlar do'konlardan 25 ta Festival shokoladdan olsangiz, siz Super Mario Galaxy yutib olishingiz mumkin. Senpai, senda hozirda 2 ta ovoz bormi? Unda menga ham ovoz berasanmi? Albatta, gap so'z yo'q, men senga ovoz beraman. Qo'yil. Bu yilda hamma o'z joyiga qaytsin. Ovoz berishni boshlaymiz. Qani bo'la qolinglar. Bu safargi ovoz bergandan so'ng 10 kishi qolishi mumkin. Yo'q, xudoyim. Jimotar, men o'ylayapman. Mening ishonchim komil emas, chunki Koreya 2 ta ovoz to'plagan. Lekin men o'z do'stlarimni sotmayman. Har bir davlat ovoz berib bo'ldi. Server, qani natijalarini ko'rsat. Ammo Mayli, nima ham derdim. Xayr do'stlar, men bilan faxrlanishingiz uchun qo'limdan kelgancha harakat qilaman. menga ovoz berganingiz uchun rahmat. Biz senga ishonamiz. Shuningdek, ustimdan kulyapsizlarmi? Qo'lni qanday qilib yana tirik qoldi? Yuju, mana bularni ushla. Sen biz uchun g'olib bo'lishing kerak, tushunarlimi? Men sizlar uchun qo'lni yer tishlataman. Server, barcha qizillarni o'yindan chiqarib tashla. Wow, e'tibor berdingizmi do'stlar? Qanday tinch bo'lib qoldi. Server, ularni hammasini orolga teleportatsiya qil. Yana ovoz berish bo'ladimi yoki yo'qmi buni bilmayman. Bizdan 3 kishi qoldi. Mana endi har bir ovoz biz uchun muhim. Bunga tayyorlanishimiz kerak. Uf! Agar PvP boshlansa, tayyorgarlik ko'rishimiz kerak. Yo'qol bu yerdan, kuchim yo'qol bu yerdan. Meni barcha do'stlarim yer bilan bitta bo'lishdi, lekin bittasidan tashqari. Menimcha hamma Koldiga qarshi bo'lsa kerak. Hech kim menga ovoz berishni xohlamadi. Quloq sol Gabo. Bu yerdagi barcha odamlar uchun sen bo'shliqsan. Agar sen haqiqatan ham g'olib bo'lishni xohlasang, bizni guruhga qo'shil. Ular shu yaqin atrofda, bilasanmi? Ular ispan tilida gaplashyapti. Bilaman, u odamlarni o'ziga jalb qilyapti. Quloq sol, men senga bir gap aytishim kerak. Meni diqqat bilan quloq sol. Bu yerda muhimi insonlar emas, men insonlarni o'zimga jalb qilyapman. Tushunarli. Ular nima deyishyapti men tushunmayman-u, lekin nimanidir rejalashtirishyapti. Agar bizni guruhda bo'lsang, hech qachon kam bo'lmaysan. Ular tomonga o'tib ketadigan bo'lsang, birinchilardan bo'lib sen o'lasan. Bilasanmi, tanlov qilish qiyin bo'lyapti. Mayli, men senga ishonaman. Janob, men ispanchani bilmayman-da. Bilaman, Koldi o'ziga barchani jalb qilyapti. Menimcha biz PvPni ishga solishimiz kerak. Men Koldini yer bilan bitta qila olaman. Yo'q-e? Yaxshi, Koldi meni Fransiyaga taklif qilyapti. Nima deyishni ham bilmayapman. Ha deymi, yo'q deymi? Hozircha men uzoqdaman, lekin borishni xohlayapman. Bo'lmasa vaqtni cho'zamiz. Ko'raylikchi nima bo'lar ekan. Sening ishonching komilmi? Balkim Koldi bilan birlashmasmiz. Balkim u meni do'stona alyansga taklif qilayotgandir. Yana bir bor xush kelibsizlar. Marhamat, o'tirib olishingiz mumkin. Diqqat bilimdonlar, boyagi gapni qaytaraman. Kim g'olib bo'lishini sizlar hal qilasizlar. Xo'sh, Chaknasti, sen kimga ovoz bermoqchisan? Albatta o'zimga. Juju. Men Italiyaga ovoz beraman. Italiya 2 ta ovoz yig'di. Venezuela, sen kimga ovoz bermoqchisan? Men Judga ovoz bermoqchiman. Yana ovoz berish chalkashyapti. Bo'lmasam sizlar bilan boshqa o'yin o'ynaymiz. Mana endi orangizdan 3 kishi ko'proq ovoz yig'a olsa, finalga yo'llanma olishi mumkin.
Agar to'plangan ovozlardan kimniki ko'proq ovoz yig'gan bo'lsa, mas'uliyat uning bo'ynida bo'ladi. Qani do'stlar, vaqt ketdi. Birinchi men bo'laman. Do'stlar, sizlar borgan sari yovvoyi qabilaga o'xshab boryapsizlar. Agar yana bir bor PvP tanlovi berilsa, men albatta Coldini yer tishlataman. Yer la'nati, kutilmagan vaziyat bo'ldi-ku. Agar men 25 ming dollarni qo'lga kiritadigan bo'lsam, men bu pullarni Minecraft o'yini uchun sarflayman. Men esa hammasini xayriya ishlari uchun sarflayman. Yo'q, hammasinimi? Albatta hammasini 1 sentigacha. Qo'ying. Agar men o'yindan o'tolmasdan mag'lub bo'ladigan bo'lsam, hech qachon Coldini bu yerga kirgizmanglar. To'g'risini aytsam, men nima deyishni ham bilmay qoldim. Bu pullar menga va oilamga yordam bergan bo'lardi. Qoyil, uzoqni o'ylayapsan, demak yaxshi bo'lasan. Men esa Gucci, Prado, yana Louis Vuitton. Men esa pullarni og'alarim bilan bo'lishmoqchiman. Arabiston, Bahrayn va Siriya bilan. Axir biz butun video davomida birga edik. Bo'ldi, yetarli. Hademay ovoz berish boshlanadi. Oxirgi so'zingni ayt. Agar sizlar bu pul yutug'iga ega bo'laman deb o'ylayotgan bo'lsangiz, mayli, men 25 ming dollarni sizlar bilan bo'lishaman, lekin uning uchun menga ovoz berishingiz kerak. To'g'risini aytsam, men o'zi Coldify'ni tanlagan edim. Bo'ldi, vaqtingiz tugadi do'stlar. Mana endi ovoz berishni boshlaymiz. Qani menga natijalarni ko'rsatinglar. O, Chuck! Sen buni uddalaysan oshna. Coldify qanday qilibdir 3 ta ovozga ega bo'libdi, la'nati. Hoy do'stlar, esingiz joyidami o'zi? Nima? Buni achchiq haqiqat deyiladi do'stlar. Qolganlarda 0 ovoz, ba'zilarda bitta ekan. Shuning uchun ularni hisoblamaymiz. Coldify, mana endi sen kimni tanlaysan? Tanlash salgina qiyin bo'lyapti. Men o'zimga do'st tanlashim kerak, dushman emas. Iroq. Iroq, do'stlar davrasida xush kelibsan. Mana endi sen uchlikka qatnashasan. Mana endi hammani yorug'lik bilan ko'zlarini qamashtirishing kerak. Finalga chiqadigan 3 kishini ularni boshqacha qilamiz. Janoblar, final jangida sizlar hozirda Everest tog'ining cho'qqisida turibsizlar. Sizlardan biringiz hoziroq 25 ming dollarni yutish ehtimoli bor. Hozir tushuntiraman qanday bo'lishini. Sizlar nimani o'ylashingizdan qat'iy nazar, bu Minecraftda men barchasini amalga oshiraman. Faqat 2 kishi rozi bo'lsa bo'ldi. 10 daqiqa vaqt beriladi. Shu 10 daqiqa davomida sizlar kamaymasangiz 25 ming dollarni chiqib ketgan o'yinchilarga bo'lib beraman. Sizlarga esa 1 so'm ham tegmaydi. Boshladik. Bo'lmasam birinchi men boshlayman. Men xohlaymanki, sen hoziroq Chucknesni invertorini bo'shat. Tushunmadim, meni nima aybim bor? Men bu pullarni xayriya yo'liga ishlatmoqchiman. Nimalar qilyapsan? Server, Chucknesni invertorini bo'shat. Mana endi Chucknesda hozirdan hech narsa yo'q. Chunki 2 kishi bunga rozi bo'lishdi. Men xohlaymanki, bedrocklik korobkaga uni qamab qo'yishing kerak. Server, bo'la qol, Chucknesni bedrockli korobkaga qamab qo'y. Iltimos, yo'qot shuni ko'z oldimdan. Quloq sol Chuck, sen Jud bilan finalga chiqmoqchi eding, to'g'rimi? Chunki sen meni yomonlagansan, yomon otliqqa chiqargansan. Lekin ayni haqiqatni senga aytishim kerak. Men yomon emasman, men o'ta yomonman. Sen meni qopqonga tushirmoqchi eding, lekin o'zing qopqonga tushib qolganingni bilmay qolding. Bu hali hammasi emas. Jimmy, meni yana bitta tilagim bor. Aha, eshitaman. Jimmy, sen levitatsiyani yoqishing kerak, lekin 30 soniya davomida yonib tursin. Iroq, sen rozimisan? Albatta roziman. Hozir videoni hech qachon o'ldirib bo'lmaydi. Levitatsiya yondi. Xayr Chuck, seni boshqa ko'rmayman degan umiddaman. Hammasi men o'ylaganimdek ketyapti. Ay, men osonlikcha taslim bo'lmayman. O, bola la'natichak. Yoshgina ketdi-ya bola. La'nati, yaxshi o'yinchi edi. Ulardan 2 kishi qoldi. Ey yo'qolay la'nati. Zirhli kiyimlarni yechish shartmidi? Iroq, sensiz hech narsani uddalamagan bo'lardim. Lekin uni men bu yerga olib keldim. Men senga bir taklif beraman, agar rozi bo'lsang. Men senga 5 ming dollar beraman, agar meni o'tkazib yuborsang. Mayli, o'tkazib yuboraman, lekin 5 mingni 7,5 ming qilaylik. Yaxshi, sen o'z qaroringni qabul qilding, nima ham derdim. Jimmy, meni oxirgi tilagim qoldi, to'g'rimi? Ha, shunday. Men Abu Bafitni o'lishini xohlayman. Abu Bafit, agar sen rozi bo'lsang, sen o'lasan va 25 ming dollardan ham quruq qolasan. Lekin mening ishonchim komil emas, chunki senga Ispaniya 7,5 ming dollarni bermasligi ham mumkin. Men senga to'lashim mumkin, lekin Ispaniyaga ishonch yo'q. Axir bu shou, ishonchsizlik bo'lmasligi kerak o'rtamizda. Men tayyorman.
server limitatsiyani yo'q. Hayır. Va nihoyat Ispaniya faqatgina 25 ming dollarni emas, uning yana cho'ntagida 16 ming dollar ishlab olgan puli ham bor. Mana ular kimni tanlashgan edi?